Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan Hugsyboxdagi entity nomli binary exploitation taskini yechib chiqamiz. Okey, kelinglar, srazu mayda gap qilmasdan amaliyotga o'tamiz. Xo'sh, bizga 3 ta fayl berilgan: entity va entity c va flag.txt. Flag.txt bu bizga просто так fake flag, ya'ni soxta flag. O'zimiz lokalda test qilishimiz uchun. Solver endi bu o'zim yaratganman. Biz bu yoqqa qandaydir Python kod yaratib, o'zimiz nima desa bo'ladi, solve qilishga harakat qilamiz. Okey. Kelinglar, bizga entity fayl berilgan, entity c. Entity c bu nima? Binary faylni asl C kodi. Biz buni ochib ko'rishimiz mumkin. Biz bu yerda bir nechta analizlarni amalga oshirishimiz ham mumkin. Kelinglar, birinchi dasturni ishga tushirib, mantig'ini tushunib olamiz. Bizda bu 64 bitli executable fayl ekan. Okey. Biz buni ishga tushiramiz, entity, va bizada bu yerda nimanidir so'rayapti. Try to turn off bir bola xullas. Okey, kelinglar biz bosib ko'ramiz. Bu yerda L yoki S ni bosyapti. L ni bosaman. Nimadir so'rayapti. 1 2 3 4 va hech nima bo'lmadi. Kelinglar endi R ni bosib ko'raman men. R ni bosib ko'rdim, ya'ni nimadir so'rayapti. L va bu yerda nima chiqarib kelgan? Try, ya'ni bu yerda bizga mana bu yerdagi ma'lumotimizni chiqarib berdi. Bilmayman nima bu, tushunmadim. No, okey. R S bu yerda hech bola, bu qandaydir bir bola, tushunarsiz. Xo'p, yana bu yerda S ni bosib ko'ramiz. Maybe try 1 2 3 4. Bu yerda R ni bosamiz, yana S ni bosadigan bo'lsak, bu xuddi demak, bu yerda biz yozganimizni demak bu yoqqa chiqaryapti. Okey. C ni bosadigan bo'lsam, bizada sorry this is not work. Mantiqan o'ylab qarasa, bizga demak C ni qandaydir qilib ishlatishimiz kerak ekan. C da nimadir bor. Okey, kelinglar, undan ko'ra biz tayyor qandaydir binaryni debug qilib, hokazo ichini reverse qilib analiz qilmasdan bizga tayyor C kod berilgan. Aynan mana shuni analiz qilamiz. Dasturimiz main dan boshlanadi, bilamiz. Agar C da xabaringlar bo'lsa, dasturimiz doim main function dan boshlanadi. Okey, bizda bir balola qilingan ekan, bu tushunarsiz. Xo'p, keyin print chiqarilgan. Okey, print normalniy. While bu yerda checksiz cycle amalga oshirilyapti. Xo'p, checksiz cycle ichida nima bor? Bizda menu degan xabar chiqyapti ekan. Menyuga o'tadigan bo'lsam, menyuyimiz bizda bu yerda. Menu functiondan nima? Bu yerda type, ya'ni turi menu t ga teng. Demak, bu yerda action act bilan field demak bor ekan. Actda nima bor? Actda mana yerda ko'rgan bo'lsa action t ga teng, ya'ni buni type'i faqatgina mana shu 3 tasidan biri bo'ladi. Stored get, stored set va flag. Ya'ni 3 ta qiymatga teng bo'ladi. Hop, bet field esa 2 ta qiymatga teng bo'ladi. Integer yoki string. Okey, buni inobatga olamiz. Hop, menu t ga bizada qaraydigan bo'lsak, bu yerda response, ya'ni javob bizga oxirida demak response qaytibdi ekan. Demak, agar flag ga teng bo'ladigan bo'lsa, return qil deyapti. Hop, bu yerda boshqa returnlar bormi bilmadim. Hop, davom etamiz. Bizada xotiradan 32 bayt ajratilgan. Bu bizga 0 bilan to'ldirilgan. Va bizga print qilib chiqarilyapti. Dastur ishga tushirganimizda qaraydigan bo'lsak, entity aniqrog'i. Mana bu narsalar chiqarilyapti mana. Try to bir bola xullas bu yerda fgets bilan foydalanuvchidan input olyapti. Mana biza input kiritishimiz mumkin. Bu yerda fgets function ishlatilgan. Buff hop bu yerda 0 bilan bir bola tenglashtirilgan. Bu yerda switch boshlanyapti. Agar buffer 0, ya'ni birinchi biz kiritgan qiymat birinchi harfi teng bo'ladigan bo'lsa, t ga bu yerda response act store set qilyapti. Ya'ni demak, agar t kiritadigan bo'lsak, response actni mana bu narsani stored set ga tenglashtirib qo'y deyapti. Agar r qiladigan bo'lsa, get ga qil deyapti. Agar c bo'ladigan bo'lsa, f ga. Demak, bizaga bu hozirgi holatda c qilganda menga bu уже flag ga tenglashtirilyapti va bizaga response qaytaryapti va bu bu yoqqa break bo'lyapti. Okey, bu demak function qachongacha davom etar ekan? Mana bu imенно mana shu menu function bizada demak C qilgunimizcha davom etar ekan. Keyin break bo'lmasdan уже bo'ldi, to'xtar ekan. Agarda boshqa narsa kiritadigan bo'lsak, mana shu 3 ta harfdan boshqa biza bu yerda exit 1 bo'lib, -1 bo'lib, dastur ishdan ishlashni to'xtatar ekan. Okey, bizaga buni inobatga olamiz. Xo'p, davom etamiz. Biza bu yerda nima? This does bir bola. Xullas, demak mana shu xabar chiqar ekan. Agarda
Yo'q, to'xtanglar, bu mana shu yerda to'xtar ekan. Da, bo'ldi, tushunarli. Hop, fgets bilan bu yerda ya'ni user input olinyapti. Mana bu yerda misol uchun t ni tanlaganimizdan keyingi mana bu holat va xuddi o'sha narsa. Agar l ga teng bo'lgan bo'lsa, integer. Demak, men l kiritadigan bo'lsam, bu yoqqa integer kiritishim kerak bo'ladi. Agar s bo'lgan bo'lsa, string kiritishim kerak ekan. Okey, buni inobatga olamiz. Va boshqa harf bo'lgan bo'lsa, doimgidek o'sha exit -1 bo'lib, dastur ishlashni to'xtatar ekan. Hop, endi switch result act, ya'ni mana bu yerdagi act, mana bu yerda result bor qayerdadir. Adashmasam. Mana bu resultni act, ya'ni act nimaga teng? Mana unga teng. Agar mana shulardan uchalasidan biri bo'lgan bo'lsa, xullas response act teng bo'lib, case bo'lgan bo'lsa, store set bo'lgan bo'lsa, demak bizda set field bor ekan, get field va get flag. Keyin biz bir chekkadan boshlamasdan sразу flag ga ketamiz. Menga mana shu narsa qiziq. Bu yerda tekshiruv bo'lyapti ekan, data storage dan integer agar mana shu raqamga teng bo'lgan bo'lsa, bizga flagni o'qib berar ekan. Bo'lmagan holatda, agar aks holatda boshqa narsani chiqarib berar ekan. Okey. Endi demak data storage'imizga boramiz. Bu yerda data storage en tepasida edi. Mana data storage'ni integeri mana shu raqamga tenglashtirishimiz kerak ekan. Lekin qayerda tenglashtirar ekan, biza bu yerda hozir aniq emas. Keyin avval unda bir chekkadan boshlaymiz. Set fieldda o'tadigan bo'lsam, bizda bu yerda xotiradan joy ajratilgan yana. Printf bo'lib print chiqarilgan, userdan input olingan. F nima tekshiryapti? Field. Field da mana shu integer yoki stringligini tekshiryapti ekan demak, to'g'rimi? Integer bo'lgan bo'lsa bizda qandaydir tekshiruv bor ekan, user kiritar ekan va data storage ga saqlar ekan, mana data storage integerga. Da, bo'ldi, tushunarli. Qaranglar. Agar bu yerda biz kiritgan inputimiz mana shu raqamga teng bo'lgan bo'lsa, exit 1 bo'lib, o'sha dastur to'xtar ekan. Sababi nima? Agar biz mana uni kiritadigan bo'lsak, bizda bu o'sha flag olishimizga yo'l bo'ladi. Demak, biz bu raqamni kiritishimiz mumkin emas. Tushunarlimi? Men l kiritadigan bo'lsam, bu integer hozir. To'xtaylik mana. T va harakat. T va l. Mana shu integer kiritaman, mana shu sonni tenglashtirib, mana shu sonni kiritishim kerak amallar. Lekin bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'sha bu yerda what says knows. Mana shu joy ishlab, o'sha dasturga ishlashni to'xtatdim. Mabodo boshqa narsa kiritadigan bo'lsam, bu adashmasam ishlashi kerak. Da, ko'rdinglarmi? O'sha ishlashni davom etdi. Demak, biz ham mana shu raqamga tenglashtirishimiz kerak. Endi buni qanday qilishimizni hozir ko'ramiz. Analiz qilaylikchi. Stringga to'g'ri kelsa, bu yerda hech qanday tekshiruvsiz, bu yerda storage ga saqlar ekan. Okey, bu ham bo'laversin. Get field, bizda print nimadir va nimadirlar. Bizga bu qiziq emas. Hop, unda nima muammo? Buni xullas qandaydir qilib bypass qilib o'tishimiz kerak. Biza xullas integer ga yozishimiz kerak nimadir qilib. Hop, data storage ga boradigan bo'lsam, da, bo'ldi, mana zaiflik qayerda? Zaiflik aynan mana shu yerda. Sababi qaragan bo'lsak, bizda bu yerda union ishlatilgan. Union endi qanday ishlaydi? Bizda ikkita xil tur bor. Mana union bor va struct bor. Struct. Ikkalasini farqi nima? Struct xavfsizroq, sababi bizda bu yerda misol uchun bu yerda struct ishlatilgan ekan, yaxshi. Ikkalasi uchun alohida joy ajratiladi xotirada. Misol uchun memorydan bir qayerdandir field ajratilgan, aytaylik. Misol uchun union uchun union o'zi ajratgan va bitta joyi 8 bayt oldi deylik. Misol uchun 8 bayt oldi deylik va mana shu 8 baytning ichiga integer ham va string ham joylashadi. Tushunarli, a? Ya'ni mana u ham mana shu 8 baytga, mana u ham mana shu 8 baytga. Structda qanaqa? Mana shuni 2 ga bo'lib beradi. Mana shu 2 ga bo'lib beradi. Misol uchun 4 dan bu yerda bittasi integer, ya'ni bitta 4 baytdan esa bu yoqqa string. Ya'ni ikkalasi uchun alohida joy ajratadi. Ya'ni aralashib ketmasligi uchun. Union desa, union qilib qo'yibman, mana u struct bo'ladi. Mana u struct esa ikkalasi uchun alohida joy ajratadi. Demak, mantiq nima? Agar men hozir string kiritadigan bo'lsam, bu integerga ham qabul qiladi degani. Ya'ni
mana shu xotiraga saqlanadi va integerga aralashib ketadi degani. Lekin bu degani men bemalol to'g'ridan to'g'ri s ni olib, mana uni kirita olaman degani emas. Sababi bilamiz, bu bizga string qabul qiladi, string sifatida o'tadi. S qilib mana uni qiladigan bo'lsam, bizga ishlayveradi, lekin hech qanaqa flag chiqarmaydi. Sababi biza bu yerda string bo'lib olyapti. Biza buni nima qilishimiz kerak? Xom baytga o'tkazishimiz kerak. Endi bu baytga o'tkazish bizaga muammo emas, shunchaki bir ikki qatorli skript bilan amalga oshirsa bo'ladi. Bizaga demak bo'ldi, o'sha logikani tushunib oldik. Xom bayt bilan demak biz nima qilishimiz kerak? Stringga beraversak bo'ldi. Misol t demak s keyin esa mashatga xom baytni beraverib, mana shu imенно mana shuni bayt ko'rinishidagi holatini beraverishimiz kerak. Okay. Hop. Bunday qiladigan bo'lsak ham bo'ladi, lekin bizga bu yerda o'xshamaydi. Keling, biz undan ko'ra script bilan ma'qulroq qilamiz. Import sys va struct bizga nima? Sys stdio emas, stdout bizga bu yoqqa buffer, bu yoqqa write qilishimiz kerak. Nimani yozamiz? Hop, bytga olamiz. Bizga hammasi byte ko'rinishida bo'ladi. Birinchi t, mana t ni yozamiz birinchi. Keyingisi /n qo'yib olib, s adashmasam to'g'rimi? To'g'ri, s va /n qo'yishimiz kerak. Keyin plus qilamiz. Bu yoqqa bizga nima kerak? Structdan pack olamiz. Struct pack va bizga bu yoqqa xo'sh, mana bu raqamni kiritishimiz kerak. Qani? Mashini biz byte ko'rinishga olmoqchi bo'lamiz. Bu endi type ni berishimiz kerak. Type buni long, ya'ni mana bu ahamiyat beradigan bo'lsak, mana you unsigned long, ya'ni long type'da. Xo'p, bu bilan q qiladigan bo'lsak, xuddi o'sha type ni bergan bo'lamiz. Okay. Keyingi narsa bizda bu plus qilamiz, ya'ni byte ko'rinishda mana bu oxirida flagni chiqarishni olishimiz kerak menimcha. To'g'ri tushungan bo'lsam, to'g'rimi? Byte ko'rinishga olamiz va bizga /n c ni chiqaramiz, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi menimcha. Terminalni ochib, terminal menda ochilmaydi to'g'risi. Python 3 solver py va bizda qandaydir kattagina xatolik bor. Hop, struct pack /n qilgan bo'lsak, hozir xatoni topamiz. Nima bor shunchalik xato? Pak. Nimaga bu yoqqa writable qilib qo'ydim? Write bo'lish kerak-ku. Writable qilib qo'yibman. Da, biz mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda mana bu yerda byte ketyapti, qandaydir musor. Demak, men agar mana shu solverni ishga tushirib, mashini men jo'natgan bo'lsam entityga va biza ko'rishimiz mumkin, hexbox fake flag bizaga chiqarib berdi. Ajoyib. Demak, biz challenge ni yechdik. Bu yerda prosta kod analiz bilan challenge yechsak bo'lar edi. Endi biz bemalol nima qilishimiz mumkin? Yokida mana shu netcat bilan o'zimiz target hostga ulanib qilishimiz mumkin. Hozirgi holatda menda host mavjud emas, shuning uchun men ko'rsatib bera olmayman. Yokida ozgina sabr qilsanglar, hozir bu yerda men ikkinchi aniqdan host yoqishga harakat qilaman tezroq sizlar uchun. Shunday kutib turasizlar. Mende start. Okay. Mana yoqildi. Bizda 154, 57, 164, 77, 32, 198 ekan. Va ko'rishingiz mumkin HTTP the entity bir balo hokazo degan flag chiqarib berdi. Va biza muvaffaqiyatli taskni bajardik. Istasak buni o'rniga biza osonroq yo'l bilan, ya'ni tushunarli yo'l bilan pvn tools bilan oddiygina yasab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun bu uchun from pvn dan men ham import qilaman hammasini. Hop, bizga keyin bo'lsa, misol uchun IO men doim ishlatadigan proses bizga entity ni ishga tushirdik. Entity binary faylini qo'yishimiz kerak. Qani? Entity. Keyin IO ga send line bizga bu yoqqa berishimiz kerak byte ko'rinishida.
ya'ni mashi to'g'ri kelganda mashi deyman, uzr. Mana bu to'g'ri kelganda xullas biza berib olishimiz kerak bo'lgan narsa byte ko'rinishida mana bu t ni birinchi. Okay, biza buni olamiz formatda, biza bu yoqqa keyingisi s edi adashmasam, keyingisi c, undan keyingi sal boshqacha bo'ladi. Bizaga binary o'tkazishimiz uchun, binary deyman, uzr. Byte o'tkazishimiz uchun mana shu p64 bilan o'tkazamiz. Buni copy qilamiz, joylaymiz va biza adashmasam bo'ldi. IO interaktiv qilishimiz kerak bo'ldi. Katta ehtimol bilan shu keyla biz buni ishga tushirib ko'ramiz. Python solver py. To'xtanglar, send line emas, send line after qilishim kerak. Chunki mana bu narsa to'g'ri kelgandan keyin jo'nat demoqchiman men. Da, to'g'rimi? Da, mana ko'rishingiz mumkin, bizaga mana bu to'g'ri keldi. Endi bemalol anaqa bilan qilsak bo'ladi hozir. Hop, bizaga mana bu lokalda to'g'ri keldi. Endi biza buni qilishimiz kerak. Remote holatda. Bu uchun biz nima qilamiz? IO remote biza IP bilan uni qo'ysak bo'ldi. Tamom. Qani IP bilan? Mana IP bunga emas. Bunga. Va port mana unga. Biza buni o'chirsak bo'ladi, adashmasam, katta ehtimol bilan. Solver ishga tushadigan bo'lsa va bizaga bu ishga tushdi va bizaga flagni chiqarib berdi. Else bu уже to'xtadi. Bu shell olib bermaydi, aniqroq men bilmayman nimaga else qildim, qiziqdim. Xullas shu biza entity nomli taskni yechib chiqdik hozir birgalikda. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, videoni qayta ko'ringlar, tushunib olasizlar. Fayllarni men o'zimni kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol olib, o'zingizlar amaliy ishlab ko'rsanglar ham bo'ladi. Barchalarga rahmat. Assalomu alaykum.